Klassika Fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva. Yangi Fanta Duchess. Fanta uslubidagi Duchessni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Iroda, siz Xorazm qo'shiqlarini ustasisiz. Bu yerda mana Suvon akalar borlar. Ular endi Qashqadaryo, Sherali Jo'rayev maktablari. Men aytmoqchimanki, sizlar xalqcha yo'lda ijro etasizlar qo'shiqlarni. O'shaning uchun men shu tarafdan sizlarni birga bir duetga qo'shmoqchi edim. Qora ko'zli sanamjon, o'zi yaxshi bilasan. Sendan boshqa davo yo'q ko'ksimdagi yollarda. Tanlang. Ruxsat bo'lganiga hammani tanlaydi. Meni Kumush opamni tanlaymizlar. Ana bo'ldi. Layli misol vaslingda divonaman. Tanlang endi, Irodaxon. Kumush opamni tanlagan bo'lardi. Butun dunyo Xorazm qo'shiqlarini, lazgilarini biladi. O'shaning uchun mana shu Xorazm qo'shig'i bilan mana shu programmaga go'zallik kiritsanglar deb o'zimcha o'ylab qo'yganman. Ustoz, Agarda sizlar yo'q demasanglar, agarda Ma'qul. Qarama-qarshilik. Kumush Razoq va jamoasi. Marhamat. Kimni sevar yorsan, söyle bana ey garip. Qaysi manna ambari, qaysi makon sarvari. Firuza yoqtimisan ey qaysi konni gavhari. Bana bende bulup dur, sınalamında bari. Müziğin saldın kalbıma, gitme gözümden neri. Kimni sever yarsan, söyle bana ey garip. Bana bir bak bak, bana bir bak bak. Bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Kulum buldu bir karar, seni görüp eğlemek. Aslını bayan eyle, etme yerinden nelek. Kaydın geldin yanıma, bir gül özünden derek. Kaydeyledim nazıma, kıynından çıktı yürek. Kimni sever yarı sen söyle bana ey peri. Bana bir bak bak, bana bir bak bak. Bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Hoş kırat eyledin ey taşla kılıp kanıma. Ya istem körgüzü beyazap verip canıma. Yağmur ve efsaniye, rahmeyle ahvalıma. Raftarı tavısmeyle kadem basıp yanıma. Kimni sever yarsan söyle bana ey garip. Bana bir bak bak, bana bir bak bak. Bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Kalan tağlar başında appa appa kar eken. Yüzümdeki kızıl alma kedin ağrıken.
ikki qaro bahaybat kokinlaring nor ekan yuzingdagi chabil shunchalar anor ekan Kimni sever yorisan söyleme ay garip mana bir bak bak mana bir bak bak mana bir bak 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 mana bir bak bak Krasavka. Ofarin. 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 Juda go'zal. Iroda Iskandarova, Suvon Bahronov. Va, maza qilib raqsga tushgan DJ Piligrim. Maza qildim. Keling sizdan boshlaymiz unda. Fikringiz marhamat. Birinchi o'chirit kayfiyat uchun rahmat. Musiqiy nomer ishlangan. Yana o'sha kino ko'rgandek bo'ldim. Suvonaga vashi bez kommentariy. Rahmat. Xuddi yosh yigitdek turibsiz. Siz ham yosh qiz bo'lib shunaqa chiroyli ishlab berdinglar. Menga juda ham yoqdi. Ara. Bu gal juda ham yoqdi. Ikkinchi marotaba juda ham degan. Yo'q, bunisidan oldin juda yoqdi deydi. Bunisi juda ham yoqdi. Bunisi juda ham. Yami bor. Ko'z temasini. Juda ham yoqdi qoldi faqat bizda. Bitta variant o'sha qoldi. Demak, katta rahmat sizga DJ Piligrim olqishlab qo'yamiz. Farruh Karimov, sizning fikringiz marhamat. Men ham Ilhomjondan ilhomlanib menga ham juda yoqdi. Avvalambari ko'z temasin, tormilam ko'krakda chiqishi o'zi bir fayz. Irodaxon, mabodo bahor ansamblida ishlamaganmisiz? Men o'shani aytdim, men o'zi. Gap yo'q. Yarashgan. Xuddi ikkita 18 yashar qiz bola bilan yigit вообще. Birinchi uchrashuv. Ilhom akangiz ilhomlanib raqsliga tushib ketdi. Iloyim hech qachon torni ko'kragingizdan tark etmang. Rahmat. Shunaqangi yarashib turibdi. Umuman gap yo'q. Ofarin. Rahmat sizga va demak, biz har ikkala ustoz fikrlarini eshitdik. Jamoa ustozi qanday fikrdalar? Kumush Razoqova, sizning fikringiz marhamat. Rahmat. Eng birinchi bor ko'p ishladinglar. Men bilaman qanaqa qilib ishlaganinglarni. Qiyinroq bo'ldi. O'zi qo'shiq tanlash ham qiyinroq bo'ldi. Chunki Suvonbek, men ustozimiz Sherali Jo'rayev qo'shiqlarini ijro etaman degan edilar. Irodaxon endi xorazmlik xonanda bo'lganlari uchun nimani oralarida topish mumkin deb so'radim. So'ng aka xizmatlarga borganda xorazmcha qo'shiqlarni ham aytasizmi deb so'radim. Ha, aytamiz dedilar. Shu bilan ham qanaqangidir ko'prik qilib, mana shu nomerni tanlaganmiz. Endi Irodaxon raqs dedingiz, bahor dedingiz. Menimcha umuman xorazmliklar o'sha raqsbob bo'lib tug'ilishadi. Gen. Genda bor-da bu narsalar. O'shaning uchun katta rahmat demoqchiman Irodaga mana shu go'zal nomer uchun. Suvonbekka ham katta rahmat demoqchiman. Boya aytdingiz, sizlarning chiqishinglar repetitsiyada yaxshiroq chiqayotdi. Bu yoqda menga yoqmadi dedingiz. Bu nomer repetitsiyada yaxshiroqmidi yo hozir yaxshi chiqdimi? Yo'q, yaxshi so'zlarni o'rganishibdi. Suvonbek aytuvdilar, men xorazmcha ayta olmayman o'sha shevada deb. Men o'shancha aytdim, siz xorazmcha aytmang, siz o'zbekcha qilib ayting deb ulardan iltimos qildim. Men ham o'zim shevaman gapirayotganman, yo'q deyapti bular. Baho bering, Mirshakar. Men baho bera olmayman. Men shunchaki maza qilib eshitdim va meni ishim eng yaxshi tomoni xo'sh, kim tark etadi deb so'rash. Qani? Ha, o'ylaymanki endi Suvonbek erkakchilik xafa bo'lmaysiz. Lekin shu loyihada Iroda qoladi. Irodaxon, sizni tabriklaymiz. Siz ovozdasiz. Marhamat. Keyingi bosqichga bu yoqdan yo'l oladi. Suvonbek Bahronov. Marhamat, keling. Birinchidan akasiga katta rahmat. Agarda ovoz loyihasi haqida fikringiz, aytadigan gaplaringiz bo'lsa, bemalol. Marhamat. Dildagi gaplarni ayting. Xolasiz, Kumush opa, noto'g'ri qildingiz deng. Xolasiz, to'pa-to'g'ri qildingiz deng. Ayting aka. Men roziman, hammasi joyida bo'ldi. Boshqa narsa deyman. Hay yashang. Katta rahmat sizga ishtirok uchun. Olqishlab qo'yamiz Suvon Bahronov. Biz esa davom etamiz. Qarama-qarshilik bosqichi. Suvon chempion! Kumush Razoqovani tabriklab qo'yamiz va sizni bugun boshqa qiynamaymiz. Navbat esa men dastur avvalidan beri kutayotganim, menga yoqdi degan javoblar endi hisob emas.
Ilhom aka. Ha, men prichoskam to'g'rilab qo'ydim. Men Navbatda. hammasi Siz tayyorsiz jamoangizni kutib olishga, to'g'rimi? Biz pioner-ku. Ko'ramiz hozir qanaqa qilib aytasiz. Siz ketasiz loyihadan. Siz bu loyihada qolmaysiz degan gaplarni. Aytaman, bemalol aytaman. Zo'r, demak, Bajonidil aytaman, с удовольствием. mazza qilib aytaman. Mazza qilib aytaman. Tushungan bo'lsangiz, qarama-qarshilik navbatdagi jamoa DJ Piligrim jamoasi.